Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarim, hammanglarninki mushu vaqti va bundan keyingi vaqti xayrlik bo'lsin. Men do'stinglar, qarindishinglar Abdulaziz Bashto'roq, hozir Istanbuldan Sulaymoniya jamining qishidan sizlarga Allohning jannat salomi bo'lgan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan salomni yo'llagandan keyin her qaysi joylardagi Uyg'urcha o'qib, anglab, tushunadigan barliq qarindoshlar, o'zini Uyg'ur hisoblaydigan, Uyg'urcha tafakkur qiladigan va yoki o'zi Uyg'ur bo'lmasa, Uyg'urcha o'rganib, Uyg'urcha tafakkur qilishni o'rgangan qarindoshlar, Uyg'urning o'tida ko'ygan qarindoshlarga Allohningki salomini yo'llayman. Biz oldingi soatlarda yaponlar to'g'riliq to'xtaldik, undan keyin germanlar, nemislar to'g'riliq to'xtalib o'tdik. Bugun endi shu Erkin Sidiq akamizningki Amerika Kaliforniya shtatidagi g'oliblarning xarakteri va savoqlari degan buni 5-qism kitobidan bizning tadbir nashriyotidan nashr qilinib taqtilgan. Mushu kitobdan birlikda o'rganimiz qadrli qarindoshlar. Erkin Sidiq akamiz o'z vaqtida belki 3-4 yıl burungu deyme Uyghur Akademisi'nin bir yığınıda muşu toğruluk temi sungan. Ben onu keyin muşu nimege derskinki xetiga men qo'shab qo'yman. Onu mu birlikte öz ağzıdan tingisanlar. Buludu qadrli qarindoshlar. Anda olsun men kitaptan 39. betini açıp sizler bilan birlikte Şembe gündeki ögünüşümüzü başlayıp etimiz canım dostlar. Yahudilarni 3000 yıl saklap kalgan amillah. 2013 yılı 2. ayının 5. günü. Bugün kanca 2. ayının 24. günü 2013 olması aradan 6 yıldan oluşuq vaqt ötepti canım dostlarım. Ama bu bizge yine naydı mühim dep qarğaçqa bunu biz birlikte öğünümüz. Bir milletinin güllenişi ve kudret tepişinin aldığınki şerti şu millet özünün milli kimlikini saklap keliş. Millet saklanıp kalmaydıyken herkesme milletin güllenişi ve kudret tepişiden söz açqılı bulmaydı. Ondaqda bir millet özünü saklap qilishi üçün qandaq şərtlərini hazırlaşı kerak. Men şu suallara cavab izlab beqishni o'ylag'ili xeyli uzun bo'ldi. Başqalar bilan mushu tema ustida paranglish jarayonida men bir tunishimdan halal go'sht yeydigan millatlar yo'qolib ketmaydigan. Men bir Yevropalik dangliq avtorning kitobida ashundaq mazmunni ko'rgan edim degan so'zini anglab qoldim. Uyg'urcha torbetlerinin biriga chaplangan bir parça makalada dehqon nüfusiga ega millatlar yo'qolib ketmaydi ekan deganga o'xshash mazmunni ko'rdim. Rast shundaqmi? Bir millatning o'zini saqlab qilishida hal qilg'uch rol o'ynaydigan eng muhim omillar zodi qaysi? Yuqorqi gaplar xeli o'rinliqda ko'rilsa-mu, o so'zlar hargizmi bir butun ilmiy nazariyaga vakillik qilolmaydi. Şunun bilen men aşı sözlerini öz içine algan ilmi ufkumlarını tuluq iniqlab çıkış kararı keldim. Bismillah deb kalemni qo'lga aptı Ustaz Erkin Sidiq. Men aldı bilen chet eldeki İngilizce Google ve Amazon torbetleriga kirib bir milletning saqlanib qilinishi The Survival of a People degan so'zlarni kirgizib izlab baktım. Lekin men kutgan natijaga erişelmedim. Men izlagan mazmunga eng yaqin keladigan bir kitobning ismi Saq qolg'uchining kishilik xarakteri. A Siebert, The Survivor Personality. Al Siebert'ninki The Survivor Personality degan kitobiga uchrabdi. Men onu tordan şu vaqtning o'zida setib olib ko'rib baxtım. Ama bu kitap ot afati, yer tevreş ve su afatiga o'xshash tabiiy ofatlarga uchrab saq qolgan kishilar hamda oila fojialariga yo'liqqan kishilarning
aşundaq vaqalardan keyinki ruhi holati va aşundaq ruhi holatdan qutulish yo'llari ustida bo'lib, uningda men istagan mazmunlar yo'q ekan. Onundan keyin men yana milliy gullanish degan so'zni kirgizish orqali torlarni qaytadan izladim. Neticede İngilizce etnik gülleniş, the ethnic revival, milletperverlik bilen modernizm zamanıyılık, nationalism and modernism, milli kimlik, national identity degan kitaplarını tepip, ulanımı setibilip, varaqlap çıktım. Bu üç kitabın abduri Engelideki London İktisat Üniversitesi'nin profesörü Doktor Anthony Simmons bulup, bu abdurning milletperverlik tadqiqotida ko'plagan ilmiy sohalarni birlashtirgan dunyoga danglik mutaxassis ekanligini o kitoblar qo'limga tekkandan keyin andin bildim. Biroq bu kitoblarda tasvirlangani Ikkinchi dunyo urushidan keyin qaytadan gullangan, mustaqil yashaydigan Germanlıklarga o'xshash millatlar haqida bo'lib, o kitoblardami men istagan mazmunlar tepilmedi. Mustaqil yaşaydigan bir millet bilen mustamliki kılıngan bir milletning ahvoli tüpten o'xshamaydi. Bir millet öz aldığı mustaqil yaşaganda öz takdirini öz qo'lida tutalaydı. Özünün aqidisi, qimmat qarashi, qonuni, örüp adeti ve ictimai şekillerini özü belgileydi. Özünün tili, dini, yisi bo'ladigan yemeklikleri ve kiyim-kechaklikleri qatorliqlarni özünün enisi bo'yicha saqlab qala olaydi ve fakat özü muvaffaq ko'rgandila o'zgartirlaydi. Yat medeniyetinin ta'siridan özü xohlagan darajada saqlab, öz medeniyetinden bemalol bahriman bo'lib ve onu saqlab mağalaydı. Bular bir to'liq tizimlik emas. Bizning bu yerda bilmekçe bo'g'inimiz mustaqil yaşamaydigan bir millet özünü saqlab qala olishi uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan omillar qaysilar degandan iborat. Kelgusi uchun qaysi yo'lni tanlashni bilolmaganda tarixni varaqlab, burunqilarning sarguzashtlari va tajribalaridan aql tepishga to'g'ri keladi. Undaqda yuqorqi savolga javob tepish uchun kimning sarguzashtlari ve tecrübeleri en muvaffaq keladi. İzleyen kitaplarını tapalmagandan keyin men diqqatimni torbetlerdeki İngilizce makalalarga qarattım. Hem de bir kısım qimmatlik materiallarga ega bo'ldim. Mazkur makalada men bu qatim egilagan uchurlarni tonuşturup o'taman. Birinci arq ko'rinish. Men o'qurmanlarga oldi bilan tuvandagi bir xiyoli voqeani so'zlab beraman. Bir yumshoq va pokiz oq qum bilan to'lgan dengiz qirg'og'ida 100 odam optob qoqlindi. Boshqa 20 odam dengiz ichida suv uzib o'ynaydi. To'satdan bir cho'ng to'lqin kelib, suv uzayotgan 20 odamni suv ostiga akirib ketdi. Qirg'oqchilar saq qoldi. Albatta suvga cho'kib ketganlar suv ostidan 30 minutgacha chiqolmaydi. Shuning bilan o 20 odamdan 18 kishi o'lib ketib, aran ikkisi saq qoldi. Sizce Uyg'urlar hozir yuqoridagi 3 guruhga odamlarning qaysi guruhiga o'xshaydi? Dunyoda hozirgacha yashagan millatlarning ichida o'zini saqlab qolish sharoitiga ega emas, yo'qolib ketishga tegishlik ahvol ostida yashab turib, o'zini 3000 yildan ortiq saqlab qola olgan bir millat bor. U bo'lsa-mu Yahudilardan iborat. Yahudilar yuqoridagi voqeadagi dengiz suyining ostiga kirib ketib, suv ostida 30 minutdan ortiq turib, yana hayot qolgan haliqi 2 odamga o'xshaydi. Buningga o'xshash millatlardan hozirgacha Yahudilardan boshqasi yashab boqmagan. Şonlaşqa bir milletni saqlab qilishda eng muhim rol o'ynaydigan omillar ustida izlanmoqchi bo'lgan har qanday bir odam oldi bilan Yahudilar ustida izlanishga majbur bo'ladi ekan. Men shundoq bo'ldim. Orhan Arslan hocam, nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Size de kolay gelsin. Teşekkürler hocam.
Yani Yahudiler nasıl 3000 yıl ayakta durabildi diye bir makale var. Onu okumak, onu öğrenmek istiyoruz da. Yani Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de de bize Yahudileri misal veriyor. O yüzden biz de burada bakalım yani. Ne var bundan öğrenecek. Teşekkürler hocam. Men hazırgacha Uyg'urlarning tarihi haqida birer narsa yezib bakmadım. Bunun sebebi hergizmo mening Uyg'ur tarixining muhimligiga sal qaraydiganligimdan emas. Men Uyg'ur tarixining hozirgi davrda yashayotgan Uyg'ur yoshlari uchun naqadar muhimligini xeli burunli tonib yetgan edim. Uyg'ur tarixidan xabardor yoshlarning o'zining bir Uyg'ur bo'lganligidan faxrlanib yashaydiganligini, Uyg'ur tarixidan xabardor emas yoshlarning ichida bo'lsa, o'zining bir Uyg'ur bo'lib qolganligiga pushaymon qiladiganlarmi borligini burunli his qilgan edim. Hükümran o'rindagi millatlar bu nuqtani nihoyat obdan tushunadigan bo'lg'achqa, hukmronlik qilinguvchi millatlarning tarixiga oid materiallarni cheklash yoki ularning tarixini o'zgartib, qaytadan yezib chiqish jihatda eng zo'r tirishchiliklarni ko'rsatdi. Men kelgusida izlanmoqchi bo'lgan temalar ichida Uyg'ur tariximi bor. Mening hozir qilayotganim Uyg'ur jamiyatini Uyg'ur diyorida asosan yoki osonlikcha tepilmaydigan bilimlar bilan ta'minlash bo'lib, men o'qirmanlardan mazkur maqolanimi ashundoq bir ideya asosida tushunishini umid qilaman. Men tuvanda bayon qiladigan Yahudilarning qisqacha tarixi mazkur maqolaning asosiy mazmunini tushunishga xeli cho'ng yordam beradi. Shunga o'qirmanlarning tuvandagi Yahudilarning qisqacha tarixiga sal qaramasligini umid qilaman. İkinci mavzu Yahudilarning qisqacha tarixi. Yahudilarning tarixini bundaq ikki cho'ng davrga bo'lish mumkin. Birinchisi Yahudilarning ikkinchi ibodatxonasi buzib tashlangan, milodiydan keyingi 70-yillargacha bo'lgan oldingi 1000 yillik davr. Ikkinchisi milodidan keyingi 70-yillardan bugungacha bo'lgan 1940 yılını öz içine algan devir. Birinci devirinin 90%'de Yahudi nüfusunun asaslı kısmı toplaşıp yaşayan. Hem de hazırki İsrail zemininde özlerinin bir müstakil devletimi mevcut bolgan. Bu devirinin bir çok alaydı ki, bu devirde Yahudiler başka milletlerinin dinine okşamaydıgan Yahudi dinine igi bolgan. Bu devirdeki başka medeniyetlerin ortaklığı bunda iki noktada ifade edildi. Biri, onların itikadları bir xil ortak ehvalni, yani tuğuluş, ölüş, uruş ve tinçlik ve toluk düşünüş hasıl kılıp bulalmagan tabii hadiselerge bolgan bekindilik qatarlıklarını aks ettirgen. Yana birisi bolsa özara uçuruşup durduğun medeniyetler birbiriga ta'sir ko'rsatgan. Yani ideyalar o'zaro qabul qilingan va o'zgartirilgan. Yahudilarning yuqorqi birinchi nuqtada boshqa medeniyetlar bilan o'rtoqligi bo'lgan. Ammo garchi ular yashagan makon uch cho'ng qit'a o'zaro uchrashadigan joyda bo'lsa-mu, ular yashagan makon uch cho'ng qit'a o'zaro uchrashadigan joyda bo'lsa-mu, tuvandagi bir qancha jihatlarda Yahudi e'tiqodi boshqa medeniyetlarnikidan tubdan farqlangan. Birinchi, tabiiy hodisalar bir-biriga butunlay o'xshamaydigan bo'lg'achqa, boshqa medeniyetlar u hodisalar uchun ayrim-ayrim iloh belgilab qo'ygan. Faqat Yahudi dini bo'lgan judaizmlar ilohdan faqat birsila bor deb qaragan. Ikkinchi, qadimki ellarning har birining o'z oldiga ayrim ilohi bor bo'lgan. Ammo ularning har biri boshqasining ilohining urug'liq ekanligini e'tirof qilgan. Bir el yana bir elni urushda yengib besib olganda, yengilgan el ularning xudosi bizninkidan kuchli ekan deb qarab, yenguchi elning xudosini aynan qabul qilgan. Hergizmo dini urush bo'lmagan. Faqat judaizmlar xudo universal bo'lib, uningdan faqat bir sili bor. Qolganlar bo'lsa fantaziyadan boshqa narsa emas deb qaragan. Üçüncü, başka qadimki dinlarning hammasi xudolarni birer fizikilik cisim yoki hodisalar bilan zich bog'lab qo'ygan.
hem de kunning xudasi, ayning xudasi, dengiz xudasi, hamildor bo'lish xudasi ve o'lish xudasi qatorliq ko'p sondagi xudolarga ega bo'lgan. Ko'pincha vaqtlarda ularning xudolari bir xil inson shaklini olgan. Faqat judaizmda xudoning fizikalik gavdasi, shakli ve shularga o'xshash boshqa narsasi yo'q deb qaragan. Ilova, agar siz Uyg'urchaga tarjima qilingan Yusuf Zilayxa degan ko'p qismli kinoni ko'rib baqqan bo'lsangiz, yuqoridagi mazmunlarni ash kinodagi mazmunlar bilan birlashtirib o'ylab baqing. Men ko'rgan ba'zi materiallarda deyilishicha, aşı kinodaki Yusuf payg'ambar bilan uning dadisi Yaqub payg'ambarlarning her ikkisi Yahudi ekan. Agar siz o kinoni tek ko'rib baqmagan bo'lsangiz, uni cho'qim ko'rib baqing. Men sizning uni nihoyat yoqtirib qoladiganligingizga ishonaman. Men mazkur maqolani yozishga foydalangan materiallarning hammasi degudek Yahudilar tarafidan yozilgan. Lekin yuqoridagi bütün dünya biladigan faktlarni bayon qilishda Yahudi olim tadqiqotchilarining samimiy bo'ladiganligiga ishonaman. 4. Başka qadimki dinlarning hammasi Xudo cheklik kuch-qudratga ega deb qaragan. Bundaq bo'lganda Xudoni paydo qilgan boshqa bir xil kuchning mavjudligini e'tirof qilishga to'g'ri keladi. Ammo judaizm hamma mavjudliklarning yaratquchisi Xudo bo'lib, o yaratish jihatda cheksiz kuch-qudratga ega deb qaragan. 5. Qadimki dunyoning hammasi Xudo degan bir qurisqi kichik zo'migar bo'lib, özünün insanlarınki bilen o'xshash nefsi bilen iş elip barıdı. Şuna adetki insanlar bilen mi ve bir-biri bilen mi tokunuşudu deb qaragan. Öz xudolardan herkisme ahlak jihatda mutlak halda mükemmel buluşunu kütmegen. Fakat Yahudi xudosila aşındaq şartga toşqan. 6. Başka qadimki dinlarning hammasi ma'lum shakldagi o'xshash jinsliklar muhabbatiga yo'l qo'ygan. Fakat judaizmda her qandaq shakldagi o'xshash jinsliklar muhabbatiga qarshi turgan. Yuqoridagi farqlar tufaylidan qadimki madaniyatlarga Yahudi aqidasi bema'ni bo'lib tuyulgan. Yahudilar boshqalarga insoniyatning umumiy sarguzashtlari bilan o'rtaq hukmiga uygun kelmaydigan shaklda namoyon bo'lgan. Yahudilar xatarlik urunga tushib qolgan do'stsiz insonlar deb atalgan, qaralgan. Qisqasi, miladiydan keyingi 70-yillardan burunlar Yahudilar boshqa barliq ellarning chetga qaqishiga duch kelgan. O davrda Yahudilar judaizmni saqlab qilishga sabab bo'lgan din bilan munosabatsiz muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirmagan. Dunyoni zilzilaga keltirgan birer Yahudi imperatorluğu mavjud bo'lib boqmagan. Yahudilar matematika, meditsina, iqtisod, binokorlik, san'at ve felsefe qatorliq sohalarda bir davr bo'lgich ijodiyatni vujudga keltirib boqqanmi emas. Agar ashundaq ishlar mavjud bo'lib boqqan bo'lsa, judaizmning saqlanib qolishini bir muvaffaqiyatli jamiyat barpo qilgan mo'jizlarning biri deb qarashqimi bo'lar edi. İlave Muhammed Peygamber miladidan keyingi 570-yildan 632-yilga yashagan bo'lib, ko'plagan tarixshunoslarning qarashicha islom dinini Muhammed Peygamber 622-yili ijod qilgan. Bu boshqalarning qarashi ekan. Yuqoridagi Yahudilarga oid ishlar miladidan keyingi 70-yillardan burungi davrda yuz bergan bo'lib, o'qirmanlarning bu vaqtga diqqat qilishini so'rayman debdi. Yahudilarning 70-yillardan boshlangan ikkinchi tarixiy davrda Yahudi jamiyati o'zaro qarshilashgan nurg'un madaniyat ichiga tarqalgan bo'lib, o'zining hech qanday markaziy hokimiyati yoki kontrolligi mavjud bo'lmagan. Odatda bundaq ahvol ostida qolgan bir millat boshqa millat madaniyatlarining ta'siriga zo'r ko'lamda uchirgan ve başka medeniyetlerini köplep qabul qilgan bo'ladi. Dünyanın o'xshamagan joylaridagi Yahudi jamiyatları o'zi turayotgan davlat ve rayonning muhitiga moslashgan ve şu joydagi millatlarning madaniyatini
xeli cho'nqur qabul qilgan bo'ladi. Aşı davrdagi Hristiyan dinining taraqqiyoti qarab baqadigan bo'lsak, uningda necha yuzlagan mazhabning barliq kelganligini bayqaymiz. Bu diniy mazhablar ayni zamondagi uzun muddatlik vaqt ichida bir hukmron o'rinni egallagan va o'z oldiga markaziy hokimiyati va kontrolliqqa ega bo'lgan bir dinda barliqqa kelgan. Ashundaq ahvolni barliq keltirgan ko'ch judaizmga texmi zo'r darajada ta'sir ko'rsatgan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Hozir amaliyotda bo'lsa dal buning aksicha bo'lgan ish yuz bergan. Hozirgi judaizm bilan buningdan 1900 yil ilgirki judaizm o'ttirisida dini e'tiqod va dini ish-harakat jihatda hech qanday tub farq mavjud emas. Bu bir hech kim tasavvur qilolmaydigan ahvol bo'lib, o medeniyet özgürlüğünün normal jarayoniga xiloflik qiladi. Ondaqda Yahudilar bilan ularning judaizm dinini saqlab qolgan amillar qaysilar? Bu nuqtalar tuvandagi qismlarda bayon qilinib o'tadi. 3. Yahudilarni 3000 yil saqlab qolgan muhim amillar. Yahudilarni saqlab qolgan amillar ustida texchi birer birlikka kelgan nazariya mavjud emas. Yahudiydan bo'lgan mutaxassislar ichida o'zlarini 3000 yildan ortiq saqlab qolgani Yahudi dini, ya'ni judaizm va Yahudilarning dini bilan axloqi to'g'risidagi 613 ta'limotlar deb qaraydiganlar ko'p ekan. Men o'qigan 2008-yili nashr qilingan Haqiqatga ko'ra yashash Living Up to the Truth Dr. David Gottlieb ning kitobida Haqiqatga ko'ra yashash. Abdur boshqalar o'ttirib qo'ygan Yahudilarni 3000 yil saqlab qolgan amillar haqidagi barliq ko'z qarashlarni mundaq 3 amilga yig'inchoqlagan. Birinchi izilish, ikkinchi Yahudi dini judaizm, üçüncü ma'arif bilan din asosiga qurilgan o'zini saqlab qolishdagi bir qism alohida iqtidorlar. Birinchi izilish. İzilish yoki zulm degan omil Uyg'urlar uchun noyitimi tonishliq. Bir millat yana bir millatni azsa, ezilguchi millatda azguchi millatning o'z xalqi bilan o'z madaniyatini yo'qotib etish maqsadiga qarshi irada vujudga keladi. Tarixda dunyodagi Yahudi emas millatlar Yahudilarga boshqa dunyo odamlari deb aniqlangan. Men Yahudilarning tarixi haqidagi bir to'rbekitni ko'rgan. Oningda Yahudilarga yuz bergan voqealarning vaqti, o'rni va voqeaning turi bir jadval shaklida tasvirlangan bo'lib, ular tuvandikilarni o'z ichiga oladi ekan. Qo'g'landi qilingan, mecburi halde başka dinge itiqat qiladigan kishilarga o'zgartirilgan, kitoblari ko'ydirilgan, mal mulki musodara qilingan, Yahudi cherkovlari ko'ydirib etilgan, qirg'in qilingan, mal mulki ko'ydirilgan, yeri tortib olingan, dengizda safar qilishi cheklangan, keng ko'lamli qirg'inchilikqa uchirgan, tirik ko'mitilgan, Germaniya va Fransiyadagi Yahudi nüfusining 3dan 1 qismi qirilgan. Bulançılar hucumuga uçurgan. Tarixda Yahudilar cem'i 79 devletden qo'g'landi qilingan bo'lib, ba'zi devlet ve joylardan ko'p qatimlab qo'g'langan. Bu yerde tabiiy holda so'rilgan bir savol. Dünya Yahudilarga nima uchun shuncha bo'la o'ch degandan iborat. Bunun cevabını tarixdagi sebepler bilen hozirgi sebepler deb iki qismga bölüp bayan qilish mumkin bo'lib, men bu yerde tarixdagi sebebinin bir qancha asosli qismini qisqacha tilga ilib o'tib ketay. Yahudilarning dini, madaniyati va urf-odati boshqacha bo'lib, Hristiyan diniga ishindigan millatlarnikidan tubdan farqli. Shunga Hristiyan dünyası ularni tabiiy holda o'ch ko'rgan. Ular o'zini hammaning ustun turg'uch inson yoki Alloh tanlagan insonlar deb hisoblab, Hristiyanlarga qarshi urush qilgan.
Ular tarixda açgözlük, oğruluk, yalğançılık, başqalardan paydalanış, sodada cazanixo'rlik qilish bilan shug'ullangan. Yahudilar nerede yaşashini qat'iy nazar başqa millatlar bilan aralashmay, o'zlari o'z oldiga ayrim yashagan. Başqa millatga hech qanday manfaat bermagan. Shuning bilan boshqa millatdagi bir g'ayri millat bo'lib ko'ringan. Ular Yahudi emaslarning jinini bir hayvanning jini bilan teng qarab, o'zlarini muqaddas insonlar deb hisoblagan. Shuna boshqa millat kishilarini o'ldirish va ularning narsalarini o'g'irlashni o'rinliq ishlar qatorida ko'rgan. Hozir Falastinliklar asirga tushgan bir Yahudini İsrail'e qaytarib bersa, Yahudilar uning o'rniga 50 yoki 300 arablik asirini qaytarib berib, shu orqali o'zlarining arablardan ne kadar üstün turdiganligini namoyon qiladi. Yuqoridagi sabablar bütün dünyanın Yahudilarni chetga qiqishini ve izilishini keltirib chiqargan. Bundak izilish bo'lsa, Yahudilarning o'z kimligini saqlashdiki, qat'iy irodasini vujudga keltirgan. Agar Yahudilar dunyoda boshqa millatlar bilan o'xshash muomala qilingan bo'lsa ve cemiyette başka milletler bilen o'xshash o'ringa erishadigan bo'lsa, ularning bu chapqa yo'qolib ketishi butunlay mumkin edi. Kamsitishga uchrash yomon ish bo'lib, hech qanday bir millat boshqalar tarafidan kamsitilishni va chetga qiqilishni hargizmo xohlamaydi. Lekin hammamizning xabarida bo'lganidek, ba'zida yomon ishdan yaxshi natijami kelib chiqadi. Kamsitilishning ijobiy roli bor. U bo'lsa-mu, yuqorida bayon qilingandek, bir millatning o'zini saqlab qolishdagi rolidir. Men yaqinda idoramda kecha soat 11 gacha ishlashga majbur bo'lib qoldim. O kuni atigini idoraning kichik avtobusi bilan ishga kelgan bo'lib, o mashina allburun ketgan bo'lg'achqa, yarim kechada uyga bir Yahudi xizmatdishimning mashinasi bilan qaytib keldim. Biz yo'lda paranglashib, men uningga yuqorqi 3 omil haqidagi tushunchalarini so'zlab bersam, o intayin xushal bo'lib ketdi. Hamda o ishlarni men bilmaydi ekanman. Hozir bizga nisbatan hech qanday kamsitish bo'lmag'achqa, men o'g'limni Yahudi qilib tarbiyalashda intayin qattiq qiynalib ketyapman, dedi. Hamda meni bizning shahardagi Yahudilar markazida bir qatim yuqorqi temada ilmiy doklab berishga taklif qildi. Qisqasi, bir millatni assimilyatsiya qilib yo'qotishning eng yaxshi usullaridan biri hamma millatlarni hamma ishda barobar qilib o'tish. Buning eng yaxshi bir misoli Amerikadir. Amerikada 200 dak millat yashaydi. Her bir dağlık ali mektep o'quvchilarini tekshirsangiz, ulardan asonla birer yüz millet tepiladi. Lekin Amerikaga kichikdan kelgan yoki Amerikada tug'ilib cho'ng bo'lgan yoshlarni tekshirsangiz, ularning qimmat qarashi asosan o'qishib ketadiganligini, asosan assimilyatsiya bo'lib ketganligini bayqaysiz. Bundaq yoshlarning asosiy qismiga nisbatan o'zi ayrim bir millat bo'lib mavjud bo'lib turishning ancha ahamiyati qolmagan bo'lib tuyuladi. Bu xil ahvol boshqa demokratik davlatlarda o'xshash. Ashundaq sabab tufaylidan taraqqiy topgan yoki demokratik davlatlardagi Uyg'urlarning o'z bolalarini Uyg'ur qilib cho'ng qilishda intayin og'ir qiyinchiliklarga duch kelyapti. O'z bolalarini Uyg'ur qilib tarbiyalashga ko'z yetmay, Uyg'ur diyoriga qaytib ketganlar, masalan, chet el ishtiyoqi va Uyg'urlik andishisini ko'rib beqing va qaytib ketmoqchi bo'layotganlarmi bor. Bu balkim Abduvelining yozgan maqolasi deyman. Men bu yerda o'qirmanlarga Uyg'ur diyoridagi Uyg'ur jamiyatida 2009-yil Tomuzdan keyin yuz bergan o'zgarishlarni obdan kuzatib, shu o'zgarishlarni yuqoridagi mazmun bilan bog'lab tahlil qilib beqishini tavsiya qilaman.
Qadirli qarindoshlar, tadbirga isim darsleri Yahudilarni 3000 yıl saqlab qolgan omillarni birlikda o'rganyapmiz. Bu o'qiyotgan kitob Erkisining akamniki g'oliblarning xarakteri ve saboqlari degan kitob. Endi ikkinchi omil din. Yahudilar İncil'inin Uygurca atılışı Tevrat bulup, o cem'i 5 kitaptan terkip tapkan. Yahudiların öğrenisiga asaslanganda Tevrat'taki barliq kanun ta'limotlarini ularning xudasi Musa payg'ambarga tushirib bergan bo'lib, keyin Musa payg'ambar ularni shu 5 kitob qilib yozib chiqqan ekan. Tevratda yozilgan mazmunlar uqum va so'zlarning ishlatilishi jihatdan intayin murakkab va yuqori saviyalik bo'lib, cümlelerinin hemmisi bir alayda tertip boyunca tizilgan sözler bilen yazılgan iken. Şuna Tevrat'ni aslidagi süpetli saklagan halda başka bir tilga tercüme kılış mümkün emas iken. Şu sebepten Yahudilarning hemmisidan öz ana tilida yazılgan Tevrat'ni o'qish talab qilingan. Miladiydan keyingi 64. yıldan burun Yahudilar çirkavga berib Allah'a secde kılganda Tevrat'ni yadlab algan bu üç okuyduğun bulup 64. yılga kelgende Yahudilar bir yeni kanun çıkarıp hem Yahudilardan Tevrat'ni yadlab elip emas, onun mezmununu düşünüp durup kitaptan bir vasıta okuşunu talep kılgan. Hem de balalarına Tevrat'ni okuşunu ügütüşünü dadılarının mecburiyeti kılıp bekitken. Dadılar balalarına Tevrat'ni to'g'ri o'rgatish uchun aldı bilan uni o'zlari to'g'ri o'rganishga majburiy bo'lgan. Shuning bilan Tevrat'ni o'rganishdagi yolg'onchilik yoki ko'z buyamchilikqa imkon qolmagan. Shunda qilib, dunyoning qaysi joyida yashashidan qat'iy nazar Yahudilar o'z ana tilini cho'qim o'rgangan. O'z ana tili orqali Tevrat'ni cho'qim o'rgangan hamda dadılar balalarga Tevrat'ni öz ana tilida yetkizgan. Tevrat Yahudilarni birleştirip tuğan. O Yahudilarni toplayıp yaşashga mecbur kılgan. Hem de o Yahudilarni öz ana tili, an'anasi, örf adeti ve medeniyetini saklap kalish imkoniyatiga ega kılgan. Mutlaq köp sondagi Yahudi dini olimlari Yahudini 3000 yıl saklap kalgan birden bir amel Tevrat deb qaraydi ekan. Tevrat'ta tasvirlangan Judaizmning tuvandagi omillari Yahudilarni saqlab qilish imkoniyatiga ega qilgan. Aqida, qimmat qarashi, qonun, örf odat va ijtimoiy shakllar. Shundaqla o'zining ayrim tili, yemeklikleri ve kiyim-kechakları. Yani Tevrat'ta tasvirlangani yalğız din hukmdan ibaret emas bo'lib, onun da yuqorida tilga ilingan narsalarning hammasi yozilgan. Bu ahvollarni Uyg'urlarning ahvoli bilan solishtirib bakın. Uyg'urcha Qur'on qachon nashr qilindi? Uyg'ur nupusining ichida Uyg'urcha Qur'onni hozirgacha bir qatim o'qib baqqanlar qancha %ni egallaydi? Jinim do'stlarim, qaytida Uyg'urcha Qur'on qachon nashr qilindi? Uyg'ur nupusining ichida Uyg'urcha Qur'onni hozirgacha bir qatim o'qib baqqanlar qancha %ni egallaydi? Nəhayət mühim sual. Yahudilar özünün dini etiqad ve ananesini ta ki bugünkü güngacha saqlab kelyapti. Men bunun bir misali sifatida sizlarga tuvandagi bir ahvolni so'zlab beray. 2013 yılı 10 yanvar günü Amerika prezidenti Obama Jacob Lew isimli bir Yahudini Amerika'nın maliye ministri qilib tayinladi. Jacob Judaizmning sabas deb atiladigan bir farziga amal qiladigan bo'lib, shu farzning talebi bo'yicha her hafta cuma günü kechdan boshlab shanba kuni kechgacha qat'iy xizmat qilmaydi ekan. Mashina haydamaydi ekan, uyda tok ishlatmaydi ekan.
elektr lampochkası yandırmay, şam yandırdı kim. Hem de yanfın işletmeydi kim. O hazırgıça Prezident Obama memur işxanasının direktörü olup işlep kilovatkan bulup, fakat Obama ihtiyaclık bulup kalgandıla, o cuma günü keçtim, şembe günü keçkiçe hizmetke kilidi kim. Bundak vakitnin bazıları da o üydün işxanasıga piyade kildi kim. Lyon'un imzası 3-4 yaşlık balalar kağızga sizip oynuğan vakitteki şekilge okşaş iken. Amerika'da yeniden pul baskanda o pullağa şu çağdaki Maliye Ministrinin imzası besildiğen boğaçqa bu iş dünyada nahayeti çoğun haberge ayınıp ketken. Onun imzasını tüvendeki 13'tün kögülü buludu. Yahudilarning bütün xalq dinga e'tiqod qilish, bütün xalq Tevratni öz ana tilida tushunib turib o'qib menish va barliq dadila balalarga Tevratni o'qishni o'gitish majburiyati ulardan intayin yuqori darajalik aqliy iqtidorni talab qilgan. Shunlashqa hozir nurg'un kishilar e'tirof qilganidek Yahudilar aqlliq bo'lmasdan faqat aqlliq Yahudilarla saqlanib qilib, qolganlari assimilyatsiya bo'lib tugab ketgan. Men bu haqda bu maqolaning keyingi bir qismida yana azroq to'xtalaman. 3. Alayli iqtidor. Bütün xalq ziyoli bo'lish. Yahudilarning milliy majburiyatlarining biri barliq odam dindor bo'lish va bütün xalq ziyoli bo'lishdan iborat. Mening bilishimcha, bütün xalq o'qigan bo'lish yaponliklarning milliy majburiyatlarining biri. Yaponiya ve taraqqiy qilgan Yevropa ellerideki milletlerinin bütün xalq o'qigan bo'lish qonunini yo'lga qo'yganiga 200 yilcha vaqt bo'ldi. Ammo Yahudilar miladidan keyingi 64-yildalar o'g'illar 6 yoshdan boshlab mecburi o'qish qonunini yo'lga qo'ygan. Hamda o qonunni 100 yil ichida, ya'ni 164-yilga kelganda to'liq amalga oshirib bo'lgan. Shuningdan boshlab Yahudi erlarining til yeziq va hisoblashda savodliq bo'lish darajasi 100%ga yetgan. Ya'ni Yahudilar mecburi baribni amalga oshirg'ili hozir 1900 yildan uzunroq vaqt bo'ldi. Yahudilar arasida tarqalgan mundaq bir dağlıq söz var. Bir er bir ziyalinin kızını eliş üçün özünün hemme mal mülkünü kurban kılışka erziydi. Şundakla kızını bir ziyalığı biliş üçün mu özünün barlık mal mülkünü kurban kılışka erziydi. Men bu sözünü bir qancha Yahudi xizmatlaştırmaga deb bakkan idim. Onların hemmesi bu sözünü bildiğen bulup çıktı. Mening bir yakın Uygur dostum var bulup, o bana bundaq bir ahvalni deb berdi. Onun dadisi bir nayet kembag'al oiladan kelib chiqqan bulup 1950-yillarda Ürümçi ve Beijing'de o'qib kadr bo'lgan ekan. Onun apsi bo'lsa bir nayet ko'p mal mülki ve yer joylari bar dehqon oilasida tug'ilib o'sgan ekan. Onun dadisi apsini yaxshi ko'rib qilib, to'y qilish talabini aytganda, apsining dadisi Kadir degan qalender keladi deb bu to'y ishiga qattiq qarshi ko'rsatib turibdi. Shuning bilan dadisi yerlik Gonshu hukumatini izlab, ashu hukumatning besimining yordamida apsi bilan to'y qilibdi. Men bu yerda hamma Uyg'urlar ashundaq demoqchi emasman. Hamma Uyg'urlar undaq emas. Lekin bu bir misoldan ziyoli bo'lishga qanday qarashda Uyg'urlar bilan Yahudilar o'rtasida qanchalik cho'nglikdagi farqlar borligini ko'rib olaymiz. Yuqoridagi ish bo'g'iniga hozir 60 yildan oshdi. Uyg'ur dehqonlari bolalarini ziyoli qilishga hozir qanday qaraydi? Mening bilishimcha Uyg'urlarda bütün xalq ziyoli bo'lish eni zadala tiklinib bakmagan bulup, öz farzandlarini ziyoli qilishni arzulaydiganlarmi barliq Uyg'ur nüfusunun intayin az bir qismini teşkil qılattı.
Hazır bolsa atalmış qo'sh til ma'arifi siyosati keltirib chiqargan odam chidog'isiz darajadagi echinishlik ahvollar tufaylidan bir qism Uyg'ur o'qituvchilarning o'qituvchilik kasbini tashlab boshqa yashash yo'lini tanlayotganligini anglab turibman. Amerikada başlangıç, o'rta ve oliy maktablarning hammasi davlat egiligidagi maktab bilan shaxsiy maktab deb ikkiga ayriladi. Amerikadagi shaxsiy maktablar barliq maktablarning 25%ni tashkil qiladigan bo'lib, shaxsiy maktabda o'qiydiganlarning soni barliq o'quvchilarning aran 10%ni tashkil qiladi. Ya'ni davlat egiligidagi maktabda bir sinfda 40 o'quvchi bo'lsa, shaxsiy maktabda aran 15 o'quvchi o'qiydi. Shu orqali shaxsiy maktabning o'qish sifatini nihoyat yuqori saqlaydi. Davlat egiligidagi boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilaridan o'qish puli elinmaydi. Ammo shaxsiy maktab o'quvchilaridan bo'lsa, har oyga $1000 atrofida o'qish puli elinadi. Oliy maktablarda davlat egiligidagi maktablarning yillik o'qish puli $12000 atrofida bo'lsa, dangliq shaxsiy maktablar, masalan, Harvard, MIT, Stanford, Caltech qatorliqlarning o'qish puli $30,000 atrofida bo'ladi. Men biladigan kichik bolalari bor yahudilarning hammasi bolalarni shaxsiy maktabda o'qitadi. Men biladigan yahudilarning hammasi ata-onasi 2-3 xizmat ishlab, har kuni 15 soatdan ko'proq ishlab, topgan puli bilan ularni eng qimmat va eng dangliq oliy maktabda o'qitgan kishilar. Mening hozirgi bir Yahudi xizmatdishimning 10 yildak tutgan uyi aslida idoraga 5 kilometr keladigan bir shaharda edi. Lekin o 2 yilning oldida idoraga 55 kilometr keladigan biz turadigan shaharga yaqin bir shaharga ko'chib keldi. Men uningdan uy ko'chishdagi sababni so'rasam, u menga mundaq deb javob berdi. Balam shaxsiy maktabda o'qiydi. Biz burun turgan shahardagi shaxsiy maktabning o'qish sifati sal tuvallab ketdi. Hozirgi shaharning o'qish sifati mushu butun rayon bo'yicha eng yaxshi ekan. Biz shunga ko'chdik. Demak, bu Yahudi xizmatdishim bolasının o'qishini deb, bolasini bir shaxsiy maktabda o'qitayotganligini rozi bo'lmay, uni eng yaxshi shaxsiy maktabda o'qitish uchun kuniga 5 kilometr mashina haydab ishga boradigan yerdan kuniga 55 kilometr mashina haydab ishga boradigan yerga ko'chib kelgan. Balaning o'qishiga qanday muomala qilish yangi jihatda biz ulardan qanchalik orqada turamiz. Yahudilar ichida eng qiyin kasblarda o'qiydiganlar va eng qiyin va pulni eng ko'p topqili bo'lgan kasblar bilan shug'ullanganlar ko'p. Oliy maktabni eng yuqori unvongacha o'qiydiganlarmi ko'p. Yahudilarning aqlliqligi. Qadrli qarindoshlar, tadbirga sindarsaning 32-sida doktor Erkin Sidiq akamizningki g'oliblarning xarakteri va saboqlari degan 5-qism kitobidan Yahudilarni 3000 yil saqlab qolgan omillarni birlikda o'rganyapmiz. Qadrli qarindoshlar, endi Yahudilarning aqlliqligi degan mazmunni ko'rdik-miz. Undan keyin inson mukammalligini qo'g'lishish deganni ko'rib, undan keyin Osman imperiyasining roli, undan keyin 5-chi eng oxirgi so'z bilan bugungi darsimizni tugatdik-miz. Biroz sabringlarni talab qilaman, jinim do'stlar. Yahudilarning aqlliqligi. Men yuqorida tilga elib o'tib ketganimdek 64-yildan boshlab Yahudilar diniy oyatlarni yodlab olib o'qishdan, Tavratni o'z tilida to'liq va tushunib o'qishni qonun qilib
yo'lga qo'ygan. Yaqinqi 2000 yilga yaqin vaqt ichida ular asosan boshqalarning yerida yashagan bo'lg'achqa, ular yolg'iz o'z tilida to'liq savodli bo'lib qolmay, yerlik millat tilida mo to'liq savodli bo'lgan. Onundan boshqa ular yoziq, söz ve matematika jihatda o'zi yashagan joylardagi yerlik millatlardan ko'p ustun turgan. Shunlashqa yerlik millatlar shaharda ishlaydigan bilimlik emgakchilarga hojat tushganda yezilardagi bilimlik yahudilarni opirib ishlatgan bo'lib, ularning ichida savdo-sotiq, iqtisod va bozorlash kasblari bilan shug'ullanishga majburlanganlar mutlaq ko'p sonli egillagan. Ashundaq sabablar tufaylidan hozir dunyodagi cho'ng bankalarning hammasi asosan yahudilarning qo'lida. Savati ve bilim seviyesi Tevrat'ını düşünüp okup, özünün Yahudilikini saklap menişki yetmegen Yahudilar öz milletinin vazgeçip asimilasyon bulup yuqap ketkin. Mesela 1. asırdan 6. asırgacha bo'lgan aralıkta Yahudilarning dünyadaki nüfusu 4,5 milyondan 1,5 milyonga tushib ketgan. Bunun içinde 1 milyonga yakın Yahudilar Juda bilen Mısır'daki Rimliklarga karşı elip bargan kozgulanglarda ölüp ketken. Kalgan 2 milyon Yahudi bolsa asimilatsiyada bulup yo'qab ketken. Yig'ib aytsak, fakat en aqlliq Yahudilarla qirg'inchilikdan qutulib qolgan va o'zlarini Yahudi sifatida saqlab qola olgan. Mana bu hozirgi Yahudilarning nihoyat aqlliq bo'lishining sabablaridan biri. Onun yana bir sababi bo'lsa, aqlliq yoki ziyoli kishilar faqat aqlliq va ziyoli kishilar bilan to'y qilgan. Shuning bilan saqlanib qolgan Yahudilarning aqlliqlik darajasi tadrijiy holda o'sib ketgan. Yahudilarning nüfusu dünya nüfusunun 0,2%'ga teng. Ya'ni dünya nüfusu 7 milyard bo'lib, Yahudining bo'lsa 13 milyon. Ularning bu nüfus soni Uyg'urlarnikiga yaqin keladigan bo'lib, bu son Jungodagi har bir qatimliq umumiy nüfus sanash jarayonida kelib chiqadigan eng kichik xatolikdanmi kichik. Ammo 1870-yildan 1950-yilgacha bo'lgan aralıkta Yahudilarning ichidan chiqqan dangliq olimlarning Yevropa ve Şimali Amerikalıklar içindeki nispeti edebiyatta 4 hisse köp, müzikide 5 hisse köp, güzel sanatta 5 hisse, biyologiyada 8 hisse, kimiyada 6 hisse, fizikada 9 hisse, matematikada 12 hisse ve felsefede 14 hisse köp bo'lgan. Edebiyat, Ximiya, fizika, meditsina ve felsefede Nobel mükafatı alganlarının içinde Yahudilarning nispeti 1900 yıldan 1950 yılgacha 14%, 1950'den 2000 yılgacha 29% ve 2000'den hazırgacha 32% bo'lgan. Bütün dünya boyunca hazırgacha Nobel mükafatıga erişkenlerinin sani 360 etrafında bulup, onun içindeki Yahudilarning sani 165. İnsanların akıllık derecesini ölçeydiğen akıllık bölünmesi intelligence quotient mı? Degen bir birlik bağ bulup, o qisqartılıp IQ deb atılıdı. Moşu bir birlik bo'yicha o'lchamlik sınaq elib bağanda her bir yaş grupsidagi kishilarning o'rtacha IQ numeri 100 deb ilingan bo'lib, moşunda qilganda her bir yaş grupisidagi kishilar erishgan numarning o'lchamlik eg'ishi asosan 15 bo'lib chiqadi. Standard deviation. Hem de her bir yaş grupisidagi 95% kishilar erishadigan numar 70 bilan 130'ның aralıqıda buludu. 1954 yıldaki Amerika'daki bir psikologiya mutaxassisi New York şehrideki
davlat egiligidagi maktab o'quvchilari ustidan o'lchamlik sınaq elib berib, ularning IQ numarini o'lchab chiqqan. Natijada hech numeri 170 dan yuqori o'quvchilardan 28 kishi topilgan bo'lib, ularning ichidagi 24 o'quvchi Yahudi bo'lib chiqqan. Öz an'anasi va öz turmush odatiga sodiq bo'lish. Yahudilarning yilda bir qatim keladigan inglizcha Passover deb atiladigan milliy bayram bor bo'lib, u har yilning yoz mezgilida kelib, jam'i 7-8 kun tabriklanadi. Ko'p sondagi Yahudilar bu bayramning dastlabki 2 kuni bilan eng oxirgi 2 kuni ishlamaydigan bo'lib, bu bayramning qandoq tabriklanishi, qandoq tamoqlar iste'mol qilinish qatorliqlar Tavratda qonun qilib belgilangan. Amerikada hozir o'sha kunlarda Yahudilarning ishqa va maktabga kelmasligini qonun bo'yicha yo'lliq qilib etgan. Yahudilar bu bayramni o'zlariga o'zini saqlab qolish, o'zini qutqizish ve erkinlikka erishish umidini muddatli holda eslatib turadigan bir odat qilib yetildirgan. Bu bayram buningdan taxminan 3000 yil burun boshlangan bo'lib, o taki bugungi kungacha davomlashib kelyapti. Qadimdan tortib ular ozroqmi o'zi birga yashayotgan boshqa millatlarni doğrashga intilmagan. Uning aksicha öz an'anasiga va o'zining turmush odatiga sodiq bo'lgan. Dünyanın qayrıda yaşayışının qat'i nazar, ular bir joyga toplashib, Yahudilar jamiyatini qurib, yaşab, o'zlarining milliy kimligini, milliy iftixorini va milliy g'ururini saqlagan va ularni namoyon qilgan. Ular o'zlarining bu xil an'anasini hozirgacha davomlashtirib kelyapti. Amerikadagi ko'plagan shaharlarda birdan Yahudilar markazi bor bo'lib, Yahudilar alohida kunlarning hammasida ashundaq markazlarga yig'ilib, o'pchi faoliyat o'tkazadi. Men idoramda va xalqaroliq yig'inlarda beshiga Yahudilarga xos kichik to'ppa kishi bo'lgan Yahudilarni davomli uchratib turaman. 1994-yili mening yetakchi professorim ve Amerika'nın bir devlet tecrübexonasida ishlaydigan bir Yahudi üçeyler bir xalqaroliq ilmiy tadqiqot jurnalida bir parça maqola e'lon qildik. Men o chaqda o Yahudini ko'rib bakmagan bo'lib, faqat uning mening yetakchi o'qituvchimning doktorlik o'qishi jarayonidagi saboqtish ekanligini biletdim. Aralıqdan bir yil o'tganda men bir xalqaroliq ilmiy doklad yig'iniga borganda haliqi Yahudini uchirtib qoldim. İkimiz yarım soatlik paranlaştık. Aşı paranlaş jarayonida o menga qiziqib, mening qaysi millatdan ekanligimni va nereden kelganligimni so'radi. Men uningga o'zimning kimligini tushuntirib bo'lgandan keyin, "Anglasam sen Yahudi millatidan ekansan" dedim. O derhalla "Shundoq, men bir Yahudi, men o'zimning bir Yahudi ekanligimdan nihoyatda faxrlanaman" dedi. Bu gap menga bek ta'sir qildi. Nihoyatda ha keldi. Men uningdan "Sen o'zingning bir Yahudi ekanligiga qanday qaraysan" deb so'ramagan bo'lsam, o menga nima uchun shunday javob berdi deb o'ylab, uning xili ochiqimga keldi. Hozir o'ylasam, o Yahudining heliqidek deyishi va nurg'un Yahudilarning o'zlarining nima millatdan ekanligini kishilar bilmay qolmasin deb o'ylab, beshiga birdan kichik to'ppa kiyib yurishi ularning milliy iftixoridan kelib chiqqan bo'lib, ularning bunday ishlarini ayıbga buyuruş hergizme muvafiq emas ekan. Ular bilan selishtirganda biz bu jihatda ko'p ojiz ekanmiz. Men chet eldagi xizmat o'rnida o'zining bir Uyg'ur ekanligini yushirib yuradigan Uyg'urlardan netchini bilaman. Allah razı olsun. Sofiya Elnur Erkin singlim. Demek şu bula bakaga chiqqan narsa emas bu. Ilmiy binasi hamda hamiyada aqlninki yo'li bir emasmi? Anda bo'lgandan keyin demak sizning ko'rganingiz bilan Erkinkamninki yozg'inimi o'xshash chiqdi degan gap. Hamda Yahudilarning o'zi ifoda qilgan narsalari shu. Hamda Qur'oni Karimda
2000 ayet insanlarga alakadar şu kıssalar var. Bu kıssalarning mu to'liroqi asosan degidek şu İsrail Yahudilashib ketgan İsrail o'g'illari qarta deyilgan. Rahmet Allah razı olsun. İnsan mükemmellikini qo'g'lishish. Yahudilarning yilda bir qatim keladigan oliy bayram kuni High Holidays deb atiladigan yana bir milliy bayrami bor. O cemi 10 kun tabriklanadi. Ularning bu bayram kunlarida elib boradigan eng muhim ishi inson mükemmellikini qo'g'lishish. Her bir odamning o'z xarakteri yoki kishilik axloqini davomli baholash va yaxshilash majburiyatini ado qilish ve özünün micazini insanların en yukarı derecelik ahlaki mümkünçiliki boyunca qaytadan kuraştırıp çıkışqa tirişiş qatarlıqlarını öz içige alıdı. Bu mezmun nəhayət mühim bolğaçqa men bu mezmunni özümün keyinki bir maqalesinde ayrım bayan qılıman. Qısqartıp aytqanda milli kimlikni saqlashda bir millet üçün özünün ayrım bayrımı buluş nəhayət mühim. Uyg'urlarning mehmondarchilik va so'rim madaniyati hamda naqshi usul va yumor chaqchaqdagi alayda talant iqtidorlari va alayda madaniyati hozirgacha Yahudilarning milliy bayrami, milliy kimlikini saqlashda o'ynagan rollarning bir qismini o'ynab keldi. Lekin inson mukammalligini qo'g'lishish, o'zini taraqqiy qildirish va shuningga o'xshash başka bir kısım narsalarni yetildirish yoki o'zining qudrat tepish uchun zarur bo'lgan bir qism shart sharoitlarni hozirlash jihatda xili ig'ir salbiy rolni o'ynab keldi. Bu masala mazkur maqolaning mazmun doirasining sirtidagi masala bo'lib, men o to'g'riliq buningdan ortiq to'xtalmayman. Lekin men Uyg'ur ijtimoiy fan mutaxassislaridan Moşu mesele üstüde çoğunkur izinip bekişini ümit kılıman. 4. Osman İmperiyasının rolü. Yahudilarning hozirgidek saqlanib qilishida Osman İmperiyasi nəhayət mühim rol oynagan. Yani miladiydan keyingi 70. yıllarda zor sandaki başka joylardan qo'g'langan Yahudilar İspaniyaga berib yerleşkin. Lekin ular 15. asrga kelganda İspaniya tarafidan Hristiyanlarga o'zgarishga majbur qilingan. Bir qism Yahudilar besimga chidamay Hristiyanlarga o'zgarib ketgan. 1492-yili bu xabar shu vaqtdagi Osman imperiyasining sultoni Bizantiyaning Bayazidning qo'liga yetib kelganda o bir parcha buyruq chiqarib İspaniyadan qo'g'langan Yahudilarning Turkiyaga kelib yerlashishini qarshi olgan. Shuning bilan xeyli zo'r sondagi Yahudilar Turkiyaning Yevropa qismiga ko'chib kelib yerlashgan. Osman imperiyasi bu Yahudilarga boshqa millatlar bilan o'xshash darajada diniy erkinlik bergan. Ya'ni Osman imperiyasi Yahudi va boshqa millatlardan hergizmo dinini o'zgartishni talab qilib boqmagan. Shuning bilan bu Yahudilar keyingi 5 asr vaqt ichida Turkiyani panohlik joy tutib, boshqalarning bostirishi va qo'g'landiq qilishidan qutulib qolgan. Ba'zi tarixchilarning qarashicha Osman imperiyasi tutgan yuqoridagi yo'l uning dunyo tarixida misli ko'rilib boqmagan darajadagi çoğ imperiya bulup kengayishida intayin muhim rol oynagan. Yani bizgimi ikinci vatan bulab quchoq ichayotgan Turkiyaga Osmanlı'nınki ahirgi Osmanlı'nınki asoslarga qurilgan bir davlat. Rahmet aytimiz bu vatandoshlarga. 5. ahirgi söz. Yahudilarda nimalarning bar bo'lganligi ve hazır nimelerinin barlığını bilişteki maksat Uygurlarda nimelerinin kemlikini bilbiliş üçündür. Men mezkur makalada Yahudilarni 300 ming yıl saqlab qalgan en muhim amil
izilish, din ve maarif bilen din asası kurulgan bir kısım alaydı iktidar ekanligini tushundirib o'tdim. Men yuqorida tilga olganimdek Yahudilarning yeziq ve hisab jihatdagi savodlikni amalga oshirib bo'lguniga 2000 yil vaqt bo'ldi. Men ko'rgan bir materialda aytilishicha, hozir İsrail nüfusunun 25% injener ekan. Yaponiya ve Avrupa'daki taraqqiy topgan milletlerinin bütün xalq mecburi ma'rifni amalga oshirib bo'lguniga hozir 200 yildan oshdi. Hozir Yaponiya nüfusunun 10% avtomobil ve onun bilen münasebeti kesipler bilen şug'ullanadi. Uyg'urlarning asosliq nüfusu yeziladi bo'lib, ular hozirmi yeziq bilan hisobda asosan savodsiz. Ular hozirmi bir ilim fanga oid ommabop kitobni o'qib tushunib, onundan ma'lum iqtisodiy unumga erishish qobiliyatiga ega emas. Mushundaq ma'nini elib aytganda, Uyg'urlar ishni buningdan keyin noldan boshlashi kerak. Uyg'urlarning milliy ma'arifi 50 ve 60 yillarda Jungodagi ma'arifi eng taraqqiy qilgan joylar bilan o'xshash o'rin olgan edi. Lekin o yaqinqi 10 yillik vaqtning mabaynida xeli zo'r darajada chekindi. Onun hozirgi holati ustida bu yerda so'zlab o'tirishning hech qanday hojati yo'q. Men mazkur maqolaning eng beshida ba'zilardan bir millatning saqlanib qolinishida halol go'sht yeydigan bo'lish va dehqonlari ko'p bo'lishning muhimligi haqida ba'zi gaplarni anglaganligimni tilga elib o'tgan edim. Yuqorida bayon qilganimdek, Yahudilar uchun qandaq yemekliklarni yesa bo'ladiganligi ve qandaq yemekliklarning cheklanganligi Tevratda qonun sifatida aniq belgilangan bo'lib, o Yahudilarni saqlab qolgan ko'plagan omillarning faqat birsila bo'lgan. Hamda Yahudining dehqonlarining aqli kuchi o'zini Yahudi qilib saqlab turishga yetmay, assimilyatsiya bo'lib yo'qab ketgan. Hozirgacha saqlanib qolgan Yahudilar asosan shaharga ko'chib, shaharda yuqori darajalik aqli iqtidorlarni talab qiladigan kasblar bilan shug'ullangan kishilardan tarkib topgan. Hozir Uyg'ur jamiyatida masalalar intayin ko'p. Hamda o masalalarga har kunidagidek yangi masalalar qo'shilyotdi. O masalalarning yiltizini asosan Uyg'ur nüfusuning ichida maktab tarbiyasi ko'rganlarning bek ozligi, maktab tarbiyasi ko'rganlarning ko'pinchisi onun intayin tuvan saviyasida to'xtab qolganligi, umumiy xalqning ichida hozirgi zaman ilim fanlaridan unumli foydalana oladiganlarning sonini intayin ozligi bilan bog'lash mumkin. Shunlashqa Uyg'ur jamiyatidagi masalalarni hal qilish, Uyg'urni ro'naq topqizish uchun cho'qim Uyg'urlar ma'arif sifatini o'stirish hamda to'liqsiz maktab ma'arif seviyasiga yetganlarning sonini 100% ga yetkazish kerak. Hozirgi sharoitda har qanday bir Uyg'ur uchun bir o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanib yashash intayin qiyin. Lekin meningcha sharaflik darajasida Uyg'urlar uchun buning oldiga o'tadigan kasb yo'q. Uyg'urlar hozirgidan yaxshiroq yashayman deydi ekan, cho'qim hamma odam ma'arif deb tang to'g'lishi kerak. Buningdan boshqa chiqish yo'li yo'q. Taraqqiy topgan davlatlarning hammasida o'smirlarning axloq tarbiyasini ishga oshirishda din asosli rol o'ynaydi. Maktab tarbiyasida qo'shimcha rol o'ynaydi. Shunlashqa dinning suslashishi har qanday bir millat uchun intayin ziyonli. Men yaqindan buyon borgan yerlarimda Uyg'urlar hozir buningdan keyin qiladigan konkret ishlar to'g'risida yetaklashga muhtoj ekanligini ko'p anglayapman. Meningcha Uyg'urlar ichida hozir yiroqni ko'radigan ideyaga ega kishilar ozlik qilmaydi.
o ideyalarni amalga oshiradigan shart-sharoitga ega bo'lmaslik tufaylidan ashunda kishilar ichidagi ko'p sondagilar hozir sukutda turyotidi. Men bu yerda har bir odam o'z oilasida qila oladigan ishlardan bir qanchani tavsiya qilib o'taman. Birinchi, uyingizda chuqur o'zingiz uchun va bolalaringiz uchun uyingizning bir bo'lumida bir kichik kutubxona qurib chiqing. Agar siz farzandlik bo'lsangiz, bolangiz 2-3 yoshdan boshlabla kitob bilan va boshqa aqliy kuchini taraqqiy qildiradigan o'yinchiq bilan o'ynab cho'ng bo'lsin. Ikkinchi, bolangizga 3-4 yoshidan boshlab uyingizda kitob o'qib berishni bir odatga aylantiring. Üçüncü, balangizga 4-5 yoshidan boshlab Uyg'urcha ilifbani o'rgatib, Uyg'ur tili va yoziqidagi savodini uyingizda chiqarib qo'ying. To'rtinchi, hozir o'yin tomoshaga sarf qilayotgan vaqtingizning bir qismini kitob o'qishga, o'z kasbingizning yuqori pallasiga chiqishga va inson mukammalligiga qarab yurish qilishga ajrating. Uyg'urlarda echilmagan yushurin kuchlar intayin ko'p. Sizdimi ham shundaq. Ashularni tepib chiqing ham ish qilsin. Kishilar o'zi bilan teng o'rinda turadigan yoki o'zidan kuchli kishilarni osonlikcha bo'zaq qila olmaydi. O'zining ojizlarini ko'rganda bo'lsa fursatli bo'lsa bo'zaq qilg'isi keladi. Boshqalarga bo'zaq bo'lmaydi desangiz, o'zingizni boshqalar bilan teng turadigan yoki ulardan ustun turadigan darajada kuchlantiring. Buningdan boshqa yo'l yo'q. Qadrli qarindoshlar, bugungi tadbiriya isim darslarining 32-sida men qarindoshlar bilan birlikda Erkin Sidiq akamizninki 5-qism g'oliblarning xarakteri va saboqlari degan kitobdan yaxshi mazmunlarni birlikda o'rganib o'tdik. Demakki, Allah bizga baqaga Qur'oni Karimda Yahudilar to'g'riliq misollarni bermagan jinim do'stlar. Har qanday bir millat o'zini qutqiziman deydi ekan, cho'qim o'zini o'zgartirishi kerak. Bu Ra'd surasininki qanchinchi oyatida, qadrli qarindoshlar, izlab beqinglar. Demakki, Qur'oni Karimda bu iqra, o'qu, Allah'ның ismi bilan o'qu deb başlagan. Allah bu en büyük islahatni, qadrli qarindoshlar, anda olsa qolgan ish o'zimizga kelib qoldi. Allah subhanahu wa taala endi mening dadam shunda deydigan rahmatlik, bala yaratish mendin, yarilish o'zingdan debdikan. Depçu. Bu makal temsil bo'lishi kerak. Yani Allah subhanahu taala her qanday bir insonning taqdirini o'zining qo'liga tanlash irodasi sizda. Sizga aqlni, irodani, shundami ya? Berdi qadrli qarindoshim. Anda bo'lgandan keyin to'g'ri yo'l qaysi, xato yo'l qaysi, muhim ish qaysi, muhim bo'lmagan ish qaysi, bularni farqlantirib yashashimiz kerak. Allah subhanahu taala hammamizninki bu vaqtlarimizga texnik bereket ata qilsin. Meni mayada bir singlimiz Amerikada nayt yaxshi bir maktabda o'qib o'tibdi. Onun ko'rganlari o'xshashgan bu gaplarni tasdiqlab o'tadi. Bizning hammamizning Yahudilar bilan aralashib yashash yoki ashlarning 3000 yillik tarixini boshdan oyoq o'rganish bir fursatimiz bo'lmaydi. Mana shunga o'xshash ilmiy maqolalardan ko'rgan bilganlarninki fikirlerinden paylaşmamız lazım. Allah'ın özgü emanet olanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. İnşallah kilerki şembe günü yeni şu Yahudiler toğruluk öğünüldüğün bir kısım mezmunlar var. Bu ait mühim Yahudilerin küçük bulaşıdaki mühim amıllar şu çağda yeni görüşeyle eğer yaktuğan bolsanlar paylaşıp duyunlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.